Qanday kirib kelgansiz o'zi bu sohaga? Bu sohaga kirib kelishimga sabab rahmatli dadam sababchi bo'lganlar. O'zi hammada shunaqa bo'lsa kerak. Menga mashina tikib keldingiz. Qancha vaqt sarflagansiz shu? Bu endi hozir mashina yangilayapti. Bunaqasi hozir O'zbekistonda yo'q desa ham bo'laveradi. Farg'onada bitta. Farg'onada bitta. Shogirdlar ham bormi baraka sizda? Shogirdlar juda qilgan shogirdlarimiz ham bor. Bizni ustozimiz rahmatli o'tib ketdilar. Juda fikrlashli, yaxshi inson edilar. Qo'lida bir 25 ta, 30 ta bolalar usta bo'lib chiqqan bu sohada. Aljon aka rahmatli, juda kuchli chevar bo'lganlar. Siz hozir qancha topasiz? Nech pul topasiz? Xudoga shukr, nima deydi, ro'zg'orimiz yaxshi o'tyapti. O'ylagan ishlarimizni birin-ketin bitirib kelinyapti. Kerak bo'lsa joy olinadi, mashina olinadi. Bu haligi hamma yo'g'i nima deydi, sabrga bog'liqda. O'sha kasbini yaxshi ko'rib, o'sha ishini mutaxassisi bo'lish kerak. Kerak bo'lsa o'zini hurmat qilgan odam, men bir marta uylanaman deb, haligi smokin tiktiradi. Misol oq kasm, qora shim tiktiradi. O'ziga xohlagan, yarashadigan rang tanlaydi. Ko'pchilik menga bo'laveradi, men o'zi kasbimni kiymayman, men o'zi yoqtirmayman degan odam juda ko'p. Lekin unaqa emas. O'ziga yarashadiganni tiktirib kiysa o'ziga qulay bo'ladi, hamma tomonlama. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun ko'rsatuvimizning ikkinchi qismini ham boshlab oldik. Xudo xolasa bugungi mehmonimiz Farg'onadagi taniqli chevar akamiz Anvar Ziyo bo'ladilar. Qani ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ko'rdingizmi? Marhamat. Anvar aka, assalomu alaykum yana bir bor. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Nima qilamiz aka? Sochni birinchi shundan boshlaylik. Endi o'ziga ma'qul kelganini qilaverasiz, chiroyli qilib sizga topshiramiz endi. Juda ko'p ham bormaysiz. Endi oxirida baho beramiz endi. Yuzingizga moslab bo'lmasam, chiroyli qilib chiqaramiz. Men o'zim sohamda shunday kelsangiz qanaqa kiyimlar yarashadi o'zim bilib tavsiya qilaveraman. Siz ham o'zingiz bilib cho'tga qilib tavsiya qiling. Anvar aka, o'zingizni tanishtirsangiz ko'rsatuvimiz a'zolariga. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. Men ismim Anvarjon. Kasb-ishim tikish bilan shug'ullanaman. Anvar Ziyo brendi ostida 20 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz. Hazlagan kuyov bolalarni, amaldorlar, hamma jamiki insonlarni Xudoga shukr bitta sohada ishlab kelyapmiz hozirgacha. Necha yildan beri ishlaysiz aka? Mustaqil 2004-yildan beri. Qanday kirib kelgansiz o'zi bu sohaga? Bu sohaga kirib kelishimga sabab rahmatli dadam sababchi bo'lganlar. O'zi hammada shunaqa bo'lsa kerak. O'zi Ashbargida 6-sinfdan 9-sinfgacha sport yo'nalishidagi boksga qiziqardim. Keyin rahmatli dadam endi hunarni ham egasi bo'ling deb shu sohaga kirgizganlar. Boshida qiziqmaganmiz, keyin qiziqib ketilgan shu sohani. Shu qaysi kasbda bo'lsa ham mutaxassisi bo'lish kerak, qiziqib tagiga yetish uchun yangiliklar qilib hozirgacha yangiliklar qilib kelamiz. Shu yo'nalish bo'yicha-da? Shu yo'nalish bo'yicha. Anvar aka, o'zi yoshingiz nechida? 1985-yilda tug'ilganman. Masalan, hozir 40 ga kirdik. Yo'q, aytganim shu yoshda ham tinmayapsiz. Mana hozir ham soat 1:30 bo'ldi. Bizga vaqt ajratib keldingiz. Qayerdan buncha motivatsiya? Motivatsiya endi
nima deyapti? Aytaverasiz-ku. Ya o'zi nima desa bo'larkan. Yo'q, misol hozir marta o'tirib nima sabab mana shu yerga kelishingizga mana. Hozir siz yoshingizda, misol men bo'lsam qanday buncha motivatsiya bo'lishi mumkin menda o'ylayapman. Shunga sizga savol beryapman shuni. Qayerdan buncha motivatsiya misol mana shu vaqt ajratib kelyapsiz, hozir uxlashingiz ham mumkin-da, to'g'risi. Odamni kiyinishga qarab xarakterini aniqlasa bo'ladimi o'zi? Bo'ladi. Kiyinishga qarab, aslan mana sportsmenlar o'ziga qulayroq bo'lish uchun misol xarakterini demoqchiman, ularni ham ko'rsatib beradimi? Xarakteridan ham kelib chiqadi. Endi davlat ishida ishlaydiganlar klassik kiyadi. Sportsmenlar aslan o'sha polklassika narsalar, Qulayroq narsa. qulayroq krossovka, futbolkalar bilan o'ziga qulay. Menga mana shuni tikib keldingiz. Qancha vaqt sarflagansiz mana shu? Bu Kamsiz endi shunday. hozir mana shuni yangilik qildik. Bunaqasi hozir O'zbekistonda yo'q desa ham bo'laveradi. Farg'onada bitta. Farg'onada bitta. Buni mana qulay qilib, ishimni ham o'versayizroq. Hozirgi yoshlar ko'proq uskiga o'tib ketgan. Men o'zim ham shunaqa edim, birinchi marta bunaqa. Mana hozir qulaymi? Ishimni ham Zo'r. belida regulatorlar qo'yilgan, mana shu hamma tomonlama hisobga olingan. Yangilikda mana cho'ntayi, tugma, alohida tugmadan alohida yana tugmalar. Zo'r. Yangilik qilish kerak. Inson qaysi kasbda bo'lishdan qat'iy nazar o'sha kasbning ustasi bo'lish kerak-da. Shuning uchun o'zim kasbimni hurmat qilib yaxshi ko'rganman. Yangilik qilib kelamiz. Izlanishdan to'xtamaslik kerak. Izlanishdan to'xtamaslik kerak. Qanaqa mashhur insonlar bilan ishladingiz? Yana kimlar bor hali siz ishlamagan? Mashhur insonlardan ko'pi bilan ishlaganmiz. Hozirda taniqli mashhurlardan mana dizayn guruhidagi mana Dilshod aka, Erik Haydar, Elmurodjon bilan ko'p san'atkorlar bilan ishlaganmiz. Hozirgacha ishlab kelyapmiz. Aslida bizda davlat ishida ishlaydiganlar ham juda ko'p keladi. Keyin prezident ahranlariga ko'pincha tikamiz. Ularda ham razvedka standart bo'ladi. Endi kelajakda shu prezidentga ham mana italyanskiy materiallardan Nasib bo'lsa. dan tikib berish. Pul odamni o'zgartiradimi? Pul odamni o'zgartirmaydi, lekin ko'p pul bo'lsa imkoniyatlar kengayadi. Pul baxt olib keladimi o'zi? Pul aytyapman-ku, pul baxt olib kelmaydi, imkoniyatlar olib keltiradi, qulaylik. Dunyodagi eng qimmat tikilgan material nima material o'zi? Hech qiziqib ko'rganmisiz shunga? Dunyodagi aslida tabiiy materiallar qimmat. Bularga endi mana hozir italyanskiy tabiiy jundan tayyorlanadi, kashmirlar. Shular qimmat. Endi asosan qimmat materialdan qimmat ish chiqish uchun qo'l mehnatli. Qo'lda bittalab qilib chiqilgan ishlar o'sha qimmat bo'ladi. Odamga individual ishlanadi, qolib bo'lib tushadi. Agar chevar bo'lmaganingizda qaysi soha vakili bo'lardingiz hozir? Agar chevar bo'lmaganimda sportchi bo'lardim. Sportga, boksga, kitboksga qiziqaman-da. Hozirgi sportsmenlar ko'rib, to'g'risi hali g'ashiz keladi. Lekin qiloqlari o'ziga yarashmaydi. Faqat PR bo'lib ketdi-da. Uni mehnat qilish kerak, natijasini ko'rsatish kerak-da. Faqat gapiradi, amalda bo'lmayapti. Kimdir boksda yutsa, hamma uni boksga beradi. Kimdir futbol yutsa, hamma futbolga beradi. Bolangizni o'g'lingiz bor-a? O'g'lim bor. O'g'lingizni farzandlardan bitta qizim, ikkita o'g'lim bor. Ha. Ikkinchisi o'g'lim hozir endi o'sha bilim nuri degan
yaxshi maktabga berganmiz. Shu yerda o'qiydi. Rus tili, ingliz tili, hamma tildan yaxshi. Ularni qiziqishiga qanday qaraysiz? Misol, kelajakda men sartarosh bo'laman yoki boshqa kasb tanlayman desa, yoki o'zingizni yo'lingizdan olib ketasizmi? Endi hozircha 5-sinf. Ko'p savol beraman, katta bo'lsang nima bo'lasan deyman. Yo'q prezident bo'laman deydi, yo'q uchuvchi deydi. Yoshlikda har nima bo'laveradi-da, har xil fikr, har xil sohaga qiziqadi. Shunaqa payt hozirlar. Ularni shunaqa mahalda, shunaqa. Endi bir 9-sinflarda sal voyaga yetib, aql hushini, o'zini fikrini bildiradigan bo'lganda, lekin qarshilik qilmayman, imkoniyat beriladi. O'zini nima xohlayotgan bo'lsa, qaysi kasbga olib ketaman, balkim yaxshi doktor bo'lar, balkim shunaqa uchuvchi bo'lar. Rahmatli dadam ham uchuvchi bo'lganlar, opam rahmatli qondan o'tgandir-da. Yo'q, qarshilik qilganlar. Misollashi uchuvchiligiga qarshilik qilganlar. Deyman, misollashi 60 ga kirgan bo'lsalar, hali uchuvchiliklar televizorda ko'rib o'tirib, hali shu qiziqqanlar, shu mana uchuvchi bo'lardim derdilar. Hali armon deydimi, shunaqangi bo'ladi. Lekin mana o'g'limizda misol uchuvchilikka qiziqaman desa, imkoniyat qilib beriladi misol. Undan kelgancha sharoitini. Endi qaysi kasbni olib ketaman, balkim o'sha biznesmen bo'ladimi, qaysi nima bo'lsa qo'ldan kelgancha harakat qilib imkoniyat qilib beriladi. Shogirdlar ham bormi baraka sizda? Shogirdlar usta qilgan shogirdlarimiz ham bor. Bizni ustozimiz rahmatli o'tib ketdilar. Juda fikrlashli, yaxshi inson edilar. Qo'lida bir 25 ta, 30 ta bolalar usta bo'lib chiqqan bu sohada. Aljon aka rahmatli, juda kuchli chevar bo'lganlar. Usta qilgan bolalarimiz ham bor hozir ko'pi. Keyin bizni davrlarda shu ota-onamiz ham mana suvayni bizga go'shtsizga deb tashlab kelishardi. Hozirgi unaqa emas. Yo'q, hozirgi ota-onalar ham ko'chada yursa befarq. Mana shu ota-onalarga maslahatda shu bolalaringni hali necha pul topib kelishligi deb nima qilyapsan, qayerga boryapsan deb eshitish kerak. Necha pul muhim emas. Ashi qaysi kasbga bersa ham o'sha kasbini o'rganyapsanmi, kunda nima qilyapsan? Shu narsani talab qilish kerak boladan. Ustiga pul beryaptimi, nima qilyapsan deb ko'p ota-onalar. Keyin endi hozirgi yosh bolalarda ham qaysi kasbga kirsa ham darrov o'zi hech narsani bilmaydi. Necha pul oylik, shu puldan ham avval o'sha kasbni ustasi bo'lishi kerak. Hozir hamma anaqada tez pul topishni xohlaydi. Tez pul topishni xohlaydi, lekin o'sha kasbda hali tajriba bo'lishi kerak. Oxirigacha yetsa, o'zi quvlab keladi-da. Qanchaki tajribasi kuchaygan sari kerak bo'lsa, o'sha o'ylaganidan ko'proq pul o'zi kelaveradi. Shuning uchun ota-onalarga maslahat shu bolalaringni bekor yurgizmasdan, ko'pincha ustingga ko'proq aytganini qil deyish kerak. Ko'p hali anuni qil, manuni qil deb chalg'itadi. Shunisi ota-onalarda hozir hali nima bo'lyapti-da. Bolalarga ham nima deydi hali? Tarbiyasi bilan shug'ullanmayapti. Tarbiyasi o'sha sizga hozir og'riqli savol, lekin bu kuzatuvchilar uchun masalan kerakli, qiziqqan, любой yo'nalishda savol beraman. Chevarchilik sohasida siz hozir qancha topasiz? Necha pul topasiz degan. Xudoga shukr, nima deydi, ro'zg'orimiz yaxshi o'tyapti. O'ylagan ishlarimizni birin-ketin bitirib kelinyapti.
kerak bo'lsa joy olinadi, mashina olinadi. Bu haligi hamma yo'g'i nima deydi, sabrga bog'liqda. O'sha kasbini yaxshi ko'rib, o'sha ishini mutaxassisi bo'lish kerak. Haligi qo'pol qilib aytganda, haligi oldingilar aytardi, nima deydi haligi, qanchada usta bo'laman deydi, qancha pul topaman deydi, shu ko'tingman deydi. Biz ham o'tirib ishlashdan-da, sabr qilib. Biznikini haligi davlat ishidaqangi chegarasi yo'qda, misol 7 million, 8 million bas. Vaqti kelsa yaxshi ishlasangiz 10 million undan ko'proq ham topasiz. Shuning uchun haligi chegarasi yo'q. Ishni mutaxassisi bo'lib, o'sha ishingizga yopishsangiz yaxshi pul topasiz. Siz uchun o'zingiz qiziqqan sohada ko'p pul topmaysiz, lekin sekin-sekin topasiz. Shu yaxshimi yoki o'zingiz qiziqmagan sohada ko'proq pul topganingiz yaxshimi? Yo'q, men ko'p pul topishga unaqa ishqiboz emasman. Lekin o'zimni kasbimni sevaman, shuning uchun haligi sekin-sekin bo'ladi, o'sha haligi bardavom bo'ladi-da. Haligi ko'p insonlar tez boyib ketadi. Haligi ko'p pul topadi deydi, haligi har xil ishlarga kiradi. Tezda kelgan pul tezda ketadi. Xudoga shukr, bizda mana shu haligi qiyinchilik bilan, mehnat bilan topilgani uchun Xudoga shukr hamma yo'qqa yetadi. Kerak bo'lsa qilingan ishni o'sha tez pul topganlardan ko'ra natijasi yaxshi. Ko'chlikdan tashqari qanaqa hobbilaringiz bor endi? Qiziqish. Hobbilarimiz aslan o'sha sportga yoshlikdan qiziqqanim uchun o'sha sportchilarni kuzataman. Kerak bo'lsa musobaqalar bo'lsa boriladi erinmasdan. Ko'proq kuzatasiz. O'zingiz shug'ullanmaysiz? Yo'q, o'zim ham shug'ullanaman, o'zim uchun shug'ullanib yuraman hozirgacha. O'g'lim ham olib. Lekin shu misol MMA'larmi, boks bo'ladimi, boriladi. Imkon boricha vaqt ajratib boraman. Adashmasam, hozir turgan joyingizni sotib olgansiz-a? Ha, sotib olganmiz. Necha pul? Hozir общий hisoblasam, menimcha shu 50-60 mingdan ko'p ketdi menimcha. Ha, o'sha sotib olib, remont qilib, hali hamma yo'q to'ldirilganda. Hozirgi shu holatga kelguncha. Ha, hozirgi shu holatga kelguncha. Balki undan ko'proq ham shekilli, hali bizda checha qilib bitkazilgani uchun undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Mayda-chudalar hisoblanmaydi. Ha, mayda-chudalar hisoblanmaydi. Boshida yozib ko'rasiz, keyin yerda yozmay ham qo'yildi. Men o'zimda ham shunaqa bo'ldi. Boshida yozdim, keyin mayda-chuda bo'ldi. Yozdim. Kitob qilmadim keyin oxirida. Ha. Lekin qanchaki chiroyli qilib, nima qilib, o'zingizga komfort yaratsangiz, o'zingizdan maza qilib ishlaysiz. Kirgan mijozlaringiz ham, klientlaringiz ham maza qiladi, ko'rib, komfortli joyda. To'g'ri. Qanaqa oilada katta bo'lgansiz? To'q oila yoki? Biz endi oilada o'rtahol. Dadam davlat ishida ishlaganlar. Misol oylikdan oyligigacha. Ko'pchilik bo'lganmiz. Misol ikkita akam, bitta opam, bitta singlim bo'lgan. Shuning uchun hali unaqangi to'qchilik emas, yetishmovchilik bo'lardi. Kerak bo'lsa hali to'y bo'lganda, shunda biz hunar olayotganimizda shu narsalar to'ldirib ketishlikdi hali bo'lgan. Misol akamda, opamda kerak bo'lsa qarz olib to'y qilinganda. Lekin usta bo'lib o'zim yaxshi oyoqqa turib, hali kerak bo'lsa shu oldida turib, misol 12-1 gacha ishlangan. Hali qiziqishda, ham pul topishlik nimasida. Shuna bo'lib, misol singlimda, o'zimda birovdan qarz olmay to'y qilingan, hali shunaqa maza qilingan, hali o'zim uylanganman, kerak bo'lsa o'rtalarda to'yanasi, hali ulfatlardan kelgan to'yanalarga ham nima qilinmaganda, ishlamagan, ortib olib qo'ygan. O'sha siz uylanganingizda bu sohani o'sha normal egallab bo'lgan paytingiz bo'lgan. Ha, uylanishdan oldin usta bo'lib, kerak bo'lsa 19 yoshimda usta bo'lganman-da. Necha yoshingizda uylangansiz o'zi? 22da.
3 yildan keyin. Anvar Ziyo qanaqa mashinada yuradi? Hozircha Gentra'da. Katta bo'lgan mashina. Hozircha Gentra'da, lekin yoshlikda havas qilardim qip-qizil Ferrari mashina. Yaxshi niyat. Ya, Farhod Mannov aytadi, yuraverib tursa bo'ldi. Bizda ham mana shu gelik qo'yib qo'ying. Nasib qip-qizil bizniki ham. Ferrari qo'yib qo'ygan. Mana shu nasib qilsa shu Ferrari olamiz. Bo'lmasa shu o'g'illar olib beradi-da. Niyat qilib sizga ham mashina olib beraman deydi. Investitsiya tikyapmiz o'g'illarga shu nasib qilsa katta bo'lsa shu Ferrari olib beradi-da. Nasib. Anvarga kelajakda nima planlar endi? Biznesda shu sohada ketasizmi yana qanaqadir soha qo'shasizmi? Shu sohada ketamiz. Hozir shu sohani kengaytiryapmiz. Qo'shimcha ishchi o'rnini yaratamiz. Xohlasa yaqinda. Hozir bir o'zingiz ishlaysizmi yoki shogirdlar ham bormi? Yo'q, shogirdlardan bitta ishchilar bor. O'sha ishchilar so'radi. Ha, 3-4ta. Jami bir 6 kishi ishlayapti hozir. Endi shuni kattaroq sex qilish niyati rejamizda bor. Shu insonlarni ham ko'pini ishli qilishda maqsad. Yaqinda ro'za tugayapti, to'y sezon ham kelyapti. Hozir kostyum shunda tayyorni olgan yaxshimi yoki tiktirgan yaxshimi? Xo'p, shuni savolingizga mana ko'pchilikda shunaqangi nima qiladi? Umrida bir marta uylanadi. O'ziga mos narsani qilish kerak. Kerak bo'lsa, misol qimmat to'yxona, qimmat san'atkor olib kelaman deydi. Qiynalib o'sha haligi bir marta haligi nima deydi? Uylanaman deb. Bir marta uylanaman deb hali rasxodni bema'ni narsalarga sarflaydi. Avvalo o'ziga sarflash kerak. Sochiga sarflash kerak, o'ziga qarash kerak. Chunki mana kerak bo'lsa o'zini hurmat qilgan odam, men bir marta uylanaman deb hali smokin tiktiradi. Misol oq kostyum, qora shim tiktiradi. O'ziga xohlagan yarashadigan rang tanlaydi. Ko'pchilik menga bo'laveradi, men o'zi kostyumni kiymayman, men o'zi yoqtirmayman deydigan odam juda ko'p. Lekin unaqa emas. O'ziga yarashadiganni tiktirib kiysa o'ziga qulay bo'ladi. Hamma tomonlama hali mutaxassis chevarga uchrasa, hali qo'li hamma tomonlama loyiq bo'ladi. O'sha to'yda ham keyinchalik videoda ko'rsa ham zo'r turgan ekan deydi. Misol ko'pchilik men kostyum yoqmaydi deydi. Manekenda turgan narsani kiyadi. Manekenda turgandaqa odamning ustida turmaydi. Manekenni qomat idealni qilib, yelkalarini keng qilib qo'yishadi, shunga. Shu, odam har xil, nostandarti ko'p. Shuning uchun o'ziga tavsiya qilaman, hali mos qilib kiyishlikni. Tiktirib kiyishlikni tavsiya qilaman. O'ziga xohlagan rangda, xohlagan fasonda. Siz endi mana noziysiz, sizga misol duxborni, misol ochiqroq svet tavsiya qilaman. O'zi umuman odamlar rangiga qarab, qomatiga qarab tavsiya qilinaveradi. Yaxshi mutaxassisga uchrasa, o'sha hamma tomonlama hisobini olib tavsiya qilinadi. Xarakteringizga, ishingizga hamma tomonlama mos tushish kerak. Moslab qilib tavsiya qilib beriladi. Sizningcha odam o'zini erkin, baxtli his qilish uchun necha pul topish kerak? O'zbekistonda necha pul topish kerak deysiz? Xo'p, biz qancha pul topsangiz ham hali aytadi-ku,
bo'lsa ketadi, yo'q bo'lsa yetadi deydi-yu. Qancha pul ko'p topsangiz, o'shanga yarasha hali расход deydi. Расход hamki imkoniyatlarni ko'proq bo'ladi. Shuning uchun qancha ko'p topsangiz, o'shancha yaxshi. Muhimi halol pul topib, eng muhimi. Shu birinchi avvalo ota-onangizni duosini olsangiz, misol barakani shunaqa Xudo tepangizdan ham pastdan ham yog'dirib qo'yayotganda, yurgan yo'lingizda ishingiz bitib ketaveradi. Xudoga shukr, hali men bitta o'ylagan ishimga bormoqchi bo'lsam, hali yo'limdan chiqib ketib bitaveradi-da shu ish. Avvalo ota-ona duosi. Avvalo rizqingiz ulug' bo'lishi uchun ota-ona duosini olish kerak. Xudoga shukr, biz hali ota-onani hurmat qilib, duosini olganimiz uchun hali o'ylaganimdan ziyoda bo'lib ishim bitib ketaveradi-da. Kerak bo'lsa bitta odamni oldiga kirishlik uchun 1 oylab, 2 oylab odamni ochirib tursa, ular bizni ishga tushib, kerak bo'lsa hali o'zi chaqirib degan xonalari ham ko'p bo'ladi-da. Shuning uchun ota-onani duosini olsa, hamma insonning ishi, keyin o'zini kasbida va'da qilgandan keyin o'sha ishini va'dasidan ustidan chiqish kerak. Svet o'chib qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, kerak yo'q. Kerak bo'lsa, uxlamay qilib berish kerak. O'sha va'dasining ustidan tezroq yurish kerak. O'rtalarga qiziqib choyxonaga borib olib yotmasdan, ishtini qilib va'dasining ustidan chiqsa, Xudo ham ishini qisqani ulug' qilib qo'yaveradi. Bitta narsa bor, biz hali bu narsani his qilib ko'rmadik. Uylangansiz, ko'p podkastlarda ham, Instagramda ham chiqadi. Uylanishda baraka bor degan narsa. Siz his qilib ko'rgansiz-da o'sha narsa. Bo'ladi. Qana qaraysiz shunga? Haqiqatdan mana birinchi bo'ydoqsiz, o'zingizga yarasha pul topyapsiz. Kerak bo'lsa deylik, hozirgi kunda misol 300 ming, 400 ming topyapsiz kunligingiz. Lekin uylanganingizdan keyin Xudo baraka beradi, o'sha ayolingizni ham rizqini beradi. Qilasiz 300 ming, 400 ming topayotgan bo'lsangiz, 500 ming, 600 ming topasiz. Farzandli bo'ldingizmi, kerak bo'lsa uni ham rizqini beradi, yana ham ko'payib boraveradi. Shuning uchun hali ko'p farzand menga bitta, ikkita bo'ladi deydi. Unaqa emas. Qancha ko'p bo'lsa ham Xudo o'shani rizqi bilan beradi. Shuning uchun hali payg'ambarimiz ham aytadi-ku, farzand ko'p bo'lsin, ummatim ko'p bo'lsin dedi. Shuning uchun farzand ko'p bo'lgani yaxshi, rizqini Xudo beraveradi. Shuning uchun yuravermasdan uylanishlikda harakatni qilish kerak. O'zimga o'zim tilab oldim. Hozir nechanchiz? 24 ga kirdim. Endi o'sha paytida 23-24 yaxshi. Hozir shu o'zingiz orzu qilgan hayotda yashayapsizmi yoki hali intilishdamisiz? Yo'q, Xudoga shukr, orzu qilgan hayotimda yashayapman. Chunki hali kunlik pulimiz bor, kerak bo'lsa klientimiz hali kerak bo'lsa 20 kun, 25 kunlarda bu degani hali o'shanga yarasha pulimiz bor degani. Misol kerak bo'lsa shuni odamlarni ko'rasiz, bugun qayerdan pul kelar ekan deb, qayerdan nima qilar ekanman deydi-da. Shu bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi? Shuni men keltirib beraman. Shu yoshlikda dangasaligidan, o'yin qaraqlikdan, kerak bo'lsa mana yaxshi o'qisa, yaxshi joyda ishlaydi. Hunar, hamma inson hunarga kiradi. O'sha hunarda ustasi bo'lsa, sabr qilsa, bizda ham ko'p bolalar kelgan, hali yoshlikda hali o'yin qaraqlik bo'ladi, o'rtoqlari ko'chada yuradi. Shularga qiziqib, mashina mingan o'rtog'ini ko'rib, mashina minib o'rgisi keladi. Shunaqa bo'lib, hali ishga kelmaydi, chalg'iydi. Men shu mahalda ota-onalar ham qayerda yuribsan, nima qilyapsan, boryapsanmi demaydi. Qattiq tegmaydi. Shuning uchun hali yoshligi o'tib ketib qoladi. Hali aynan hunar oladigan mahali. Mana deylik, mana hozirgi kunga hisoblasa 9-sinf, 9-sinfdan 3 yil, 4 yil kasbda bo'lsa ham o'sha yaxshi e'tibor qilib, hushyor bo'lsa, o'sha kasbini ustasi bo'lib oladi. 17-18 yoshda. Ko'pchilik mana
o'sha chiroyli yoshlik mahallini o'yinqaroqli shu aytgan bitta bir joyga borasiz, ko'rasiz bolalar turgan bo'ladi. Kerak bo'lsa men bir ketyapsam bolalarni ko'raman. 4-5tasi turgan bo'ladi. Namanganga yo mana shu yaqin o'rtaga deylik Qo'qonga 1 soat, 2 soatlab ishingizni bitirib kelsangiz, hali bolalar qarasangiz hali ham turgan bo'ladi. Vaqtini, yoshligini o'tkazib yuboradi. Shu yoshlikda hunarni olish kerak, yo bo'lmasam yaxshi o'qib, zaminni qilish kerak. Keyin katta bo'lganda o'zi hammasi yo'qqa vaqt bo'ladi. O'yin kulgi ham. Mana deylik, mana bitta qadrdon yaqin do'stim bor, Davron degan. Shu yoshligida mana kuzovchilikka borgan. Shu ketadi ertalab 12-1 u ham chogit bo'lib yuradi, qiyinchilik. Ba'da o'rta yarimlar boshqasi ko'pi O'sha paytda o'sha yillarida, endi deylik masalan 15-20 yil haqida. Misol o'rtalarga qo'shila olmaysiz. Shu lekin hozir mana imkoniyat bor. Xohlasangiz shaxmat maydonchasi, xohlasangiz qayerga borsangiz imkoniyatingiz bor. Shuning uchun hali yoshlikda hunarni olib olish kerak, zaminni qilib olish kerak. Anvar aka, hali kostyumlarga to'xtaldik. Narxlarni so'ramabman, necha pulgacha bo'ladi? Tikiladiganmi yoki sotiladiganmi? Qimmati qancha, eng arzoni qancha? Narxlarga kelsak, avvalo narxi materialga qarab, keyin mijozimiz ham nima ish qilishiga ham qaraladi. Unda hali bir marta kiyib qayta kiymaydigan insonlarga misol oddiyroq materialdan misol $150-200 atrofida tavsiya qilib beramiz. Chunki baribir uni bir marta kiyib olib qo'yadi. Yoda to'y yo bir shunaqa nimalarda kiyib qo'yadi. Marosimlarda. Lekin davlat ishida ishlaydigan, keyin ham kiyadiganlarga, misol hozirgi aytganimdek, tabiiy materialdan o'sha qo'ydi junidan olingan o'sha materiallardan qilingan ishni tavsiya qilamiz. Ular misol boshlanishi $300 ag'a ketaveradi misol. $500 yaxshilari. Qo'l ishida bo'ladiganlari misol biznesmenlarga. Ular hali bartopkali deydi. Bartopka ham misol tabiiy material, tabiiy yon jundan olinadi. Bartopka deganda misol oldilari hali g'ijim bo'lib qolmaydi, ishib qolmaydi. Hali xotirmalari yo'q. Uni qo'lda qilib chiqiladi. Ular misol chet elda misol prezidentlar kiyadi. Shu kostyumlarda ko'pchiligiga esa yo'q deydi. Misol $1000 boshlab mana bartopkali kostyumlar. $1000dan 10,000, 15,000gacha kostyumlar bor. 15,000? Ular muhimi narxida, materiali hamda uni ishlash jarayoni. Bitta kostyumni ishlash jarayoni misol oylab tikasiz. Misol hozirgi oddiy misol dublir yopishtirib qilinadigan ishga misol yaxshi urinsa 2 kunda bitta kostyum tikasiz. Bu kostyumlar 1 oy, 1,5 oyda bitadi. Bu hamma yo'g'i tabiiy va qo'lda qilinadi. Misol Rolls-Royce ham dunyoda qimmat mashina, lekin komfort, hamma tomonlama qulayligi. Bunda hali kompyuter ishlamaydi bilsangiz, hamma yo'g'ini qo'lda teriladi. Shuning uchun yaxshi. Bu kostyum ham Rolls-Royce'ga, qimmat kostyum Rolls-Royce'ga taqqoslasangiz bo'ladi. Uni ham har bitta detali qo'lda qilinadi. Kerak bo'lsa, bu petlilari ham misol $10,000, $15,000 mashinka ham tiksa, birinchi tikib teshadi, popiy chiqib turadi. Bu o'sha qimmat kostyumlarimizda qo'lda qilinadi. Shuni teshib qo'lda qilingani uchun popiy bo'lmaydi. Men katta biznesmenlarga shuni tavsiya qilamiz. Qo'lda qilingan, o'ziga maxsus qo'shni ishlangan ishda. Oxirgi savol Anvar aka, yoshlarga nima maslahat berasiz? Shuncha yillik tajribangizdan kelajakda chevarlargami yoki umuman yoshlargami
umuman yoshlarga tavsiya qilaman shu vaqtini behuda o'tkazmaslikni. Ota-onasi qaysi kasbga bersa ham o'sha dangasalik qilmasdan, yolg'on qilmasdan shu ota-onasini hali vaqt ajratib berayotganini oqlab deydimi, shu hunarini egasi bo'lishini. Deylik, mana ko'pchilik qiynalib kontraktga beradi, misol 10 ming, 15 millionga o'qishga kirgizadi. Hali u qiz bilan, hali o'rtog'i bilan aynalib yuradi ko'pi. Bilinmaydiki, ota-onasi o'qiyapti. Shu berilgan pulni oqlab, o'sha vaqt qadriga yetib, o'sha yo deylik hunari bo'lsa hunarini egasi bo'lish kerak, o'qish bo'lsa yaxshi o'qish kerak. Hech o'xshamasdan deydi-ku, o'sha ishini mutaxassis bo'lish kerak, chalg'imaslik kerak. Ota-onalar ham shu bolasini hali avaylavermasdan hali burungilab, ana suvayi bizga, go'sht sizga degandek, deb qaravermaslik kerak. O'zi ham yosh bo'lgan, boshqa bo'lgan, deb xafalanmaslik kerak. Qiyinchilik bilan erishsa, qaysi kasbda bo'lsa ham keyin rohatini ko'radi-da. Qadriga yetadi. Qadriga yetadi. Shunaqa gaplar. Shu sizdan aka. Baribir qo'lingizdan ko'rmasin. Juda ham ko'ngil to'ldi. Rahmat uka. Insonga tashqi go'zallik muhim deydi-ku, mana chachingiz shulardan birinchisiga kiradi, mana ko'ngil to'ldi. Yaxshi kasbim, yaxshi chachingizni chiroyli olib yursangiz, hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat uka. Do'stlar, keyingi mehmonimiz kim bo'lishini kommentariyada yozinglar. Bu ko'rsatuvni davom ettiradimi yo'qmi, uni ham yozib ketinglar. Kommentariyada sizlar javoblaringizni kutib qolamiz.